Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmon birodarlar. Tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana qo'y yog'i to'g'risida gaplashamiz. Azizlar, kunlardan bir kuni Ibrohim alayhissalom tush ko'rib qoladi. Tushida o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbonlikka so'yasan deydi Alloh. Ikkinchi kuni yana qaytariladi, uchinchi kuni yana qaytariladi. Endi Ibrohim alayhissalom aytadi, bir marta, ikki marta, uch marta bo'ldi deb o'g'li Ismoil alayhissalomga "Mahnaqa bo'ldi o'g'lim" deb aytadi. Aytganda qarang, yosh bo'lsa ham nihoyatda nima deydi, Alloh shunday yaratib qo'ygan ekanda, otajon, Allohingiz nimani buyurgan bo'lsa shuni qilaring, men roziman, men tayyorman deydigan. Shunda qurbonlikka so'yaman deb pichoqni nihoyat o'tkir qilib olib borib so'yadigan yerga pichoqni tortar ekan. So'yaman deb pichoq tortganda pichoq o'tmaydi ekan. Achchig'idan pichoq o'tmaganda yonida turgan toshga urganda toshni kesib yuborar ekan. Alloh sinagan bo'lar ekanda. Alloh endi sinovdan mana o'tding deb jannatdan mana buni o'g'lingni emas, mana buni qo'chqorni qurbonlik qil deb qo'chqorni chiqarib qo'yar ekan. Azizlar, men nima demoqchiman? Bu qo'y yog'i nihoyatda dori. Endi buni haligi ishlatib, qana qilib qo'yib, qana qilib ishlatishga ham bog'liq-da. Mana oyoqlar, qo'llar og'rib qoladigan bo'lsa, aziz birodarlar, ana shu og'rigan yeriga iloji boricha kechqurun uxlashdan oldin qilsa yaxshi bo'ladi. Qo'y yog'ini, shu eritilgan qo'y yog'ini yaxshilab og'rigan yerga yaxshilab surkaladi, 1-2 minut bunday masaj qilinadi. Keyin haligi birinchi martada masaj qilib surkalganda yo'qolib ketadi u. Yo'qolib ketganda ikkinchi marta surkab, eng kerakli yerini aytyapman. Ikkinchi marta surkab, kilanka salafan bilan o'riladi. Shu yog' surkalgan yer, og'riyotgan yer. Uni ustidan yana material bilan yaxshilab o'rab yotiladi. Ertaman tursangiz inshaalloh yengil bo'lib og'riqlar yo'qolib ketadi Allohning qudrati bilan. Bu jannatdan chiqarib qo'yganda, bu jannatdan chiqargandan keyin Alloh jannatdan chiqargandan keyin nihoyatda dori bo'ladi-da bu. Men o'zim ham nihoyat oyoq-qo'llarim og'rib qolsa, shuni sira tezda shuni surkayman. Masaj qilib, mana shu salafanda o'rab, materialni o'rayman, ertaman turaman, yengil bo'lib og'riqlar yo'qolib ketadi. Buni azizlar, sizlar qilib ko'ringlar. Kimlardir oyoqlari og'rib, qo'llari og'rib, chidamay nima deydi, chidamasdan shu yurganlar bor. Shular endi foydalanib yaxshi bo'lib ketsa, biz xursandmiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu dunyoda musulmon odamlar bir-birlarimizga hammamiz yordam qilishimiz kerak. Hech kim bir-birimizga yomonlik qilmash kerak. Birov masalan musulmon odam musulmonga yomonlik qilib qo'ysa ham yaxshilik qilib qaytarib qo'yarish kerak. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Alloh aytayapti, musulmonlar hammanglar bir-biringlarga yaxshilik qilinglar deyapti. Shuning uchun biz mana qo'limizdan kelganicha aytib o'tib ketyapmiz. Mana nima deydi, shu yog'larni surkab, qo'lni oyoqlar shuna qilib surkalgandan keyin ham yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, buni yana aytib necha marta qiladi, keyin kommentar yozib qoladi-da, shuni aytib qo'yish, oldindan aytib qo'yish, esdan chiqib qolay debdi. Buni bir marta qilinmaydi. Bir marta qilib, bir kun dam olib, ertasiga yana shuna qilib, yana bir kun dam olib, 3 marta, eng kamida 3 marta qilinadi. Bir kun qoldirib, bir kun qilib, shuna qilib, через день. Iloji boricha shuni og'riyotgan odamlar qilinglar, shifo topinglar. Biz ham ozgina sababchi bo'lib qolamiz. O shifoda hammasini Alloh o'zi beradi. Mana o'qiymiz, dori qilasizlar, hammasini Alloh shifoni o'zi beradi, o'rib beraveradi. Bu dunyoda doktorlar biz hammamiz sababchimiz. Mana endi men videoda
nima deydi, oldin kanalim bor edi, Allohga tavakkal degan. O'chib ketdi. Ashadanda qandaydir narisheni deb o'chirib yubordi. 85 ming bo'ldi podpischigim. O'chirib yubordi. Endi boshqa yana Allohga tavakkal 2 deb boshqa kanal ochdik. Nima demoqchiman, azizlar, aziz obunachilar, aziz musulmon birodarlar. Musulmonlar hammamiz bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Sizlardan ham hech narsa ketmaydi. Like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar podpisatsiyani bosinglar. Endi buni buyog'i qo'limizdan kelgancha yaxshi chiroyli videolarni qo'yib, sizlarga kerak bo'ladigan, kerakli bo'ladigan dorilardan, mana kasallardan o'qiymiz. Bularni ham endi qo'yib boramiz. Like-da ayamanglar, bosinglar. Sizlarda hech narsa ketmaydi. Mana buni buyog'i qo'ygan boshqa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib borib turaveradi. Azizlar, bu dunyoda hammamiz mehmonmiz. Qo'limizdan kelgancha ko'proq istig'for aytib, Allohga hamd sanolar aytib yuraveraylik. Alloh aytayapti: "Ey bandalarim, dunyoda hamma narsani sizlarga bo'ysuntirib qo'ydim. Sizlar oz shukr qilasizlar" deb. Shuning uchun ko'proq istig'for aytib, ko'proq alhamdulillah o'zingga shukr deb yuraveraylik. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Aziz musulmon birodarlar, kimlarni mushkullari bo'lsa Allohim o'zi oson qilib qo'ysin. Kimlarni qanaqangi dardlari bo'lsa hammasiga o'zi Alloh shifo bersin. Musofirdagilarda ham tanijonlarni sog' qilib, turli ofat, fasod, balo-qazolardan o'zi saqlasin. Sog' salomat ishlarni qilib, pullarni qilib, ota-ona bola-chaqasini oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Azizlar, mana shunday qilib, mana bugun videomizni yakunlaymiz. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimizda oilamiz hammamiz tinch bo'laveraylik. Yanagi videoda ko'rishib, gaplashguncha sog' salomat bo'linglar azizlar. Duoda ish ko'p. Sizlar ham menga duo qilib turinglar. Ozgina nima deydi, gapga ham hali yo'roqmiz. Duo qilib turinglar. Kanallarimiz ham rivojlanib ketishiga duo qilib turinglar, yordam qilib turinglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.